Assalomu hurmatli obunachilar, Uzun Novodan 6 sotilik qurish bitmagan uchastkamiz chiqyapti. Adresni bilan aytib o'taman. Yerqo'rg'on Qarshini yo'li. Yo'l ustiga shunday joylashgan. Ana shu uchastkamiz sotuvga birgalikda obzor qilamiz. Ketdik. 12 sotik zahmat yeri ham bor. Bemalol bog' qilib qo'yib, daraxtlarni ekib qo'ysangiz bo'ladi. Chiroyli uylar qurib borilgan. Bu tarafga ham chiroyli uylar. Kirish darvozaxonamiz balangina qilib tayyorlangan ekan, plitalar bilan yopib qo'yilgan. Birinchi xonamiz mehmonxona. Juda katta qilib tayyorlangan ekan. Kattalik qilayotganda shunday bo'lib qo'ysa ham bo'ladi. To'g'ridan shunday devor tortib qo'ysa, yana bitta xona bo'ladi. Endi hovlimizni obzor qilamiz. Hovlimiz ichi, arqa tarafdan ham ko'chamiz o'tgan, darvoza taylab ketilgan ekan. Bemalol u tarafdan ham uy qilib taylasangiz bo'ladi. Asosiy uyimiz. Birinchi kirish mana xonamizga katta xona qilib taylab qo'yilgan. Ertaga eshik ochib qo'yib, ayollarning xonasi qilib qo'ysa ham bo'ladi. Bu tarafga ham bitta xonamiz. Zalni kattaligi emas ham, bu yerdan eshik ochib qo'yib, yopib, yarmini xona qilib qo'ysa ham bo'ladi. Bu tarafga ham uyimiz, oshxonamiz, saroyimiz. Polni podval qilingan. Narxini kelayotgan bo'lsa, startiga 69900 so'ralabdi. Sunnatga o'tilayotgan joyi bor. Realni qilib beriladi. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilaveringlar.